Alaykum hurmatli obunachilar, bizning Toshkent, Moskva, Nijniy Novgorod, Chepaktal va Vladimir yo'nalishlari bo'yicha haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari, shuningdek Toshkent, Kazan, Nizhniy va Nijnikamsk yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun seshanba, juma va shanba kunlari davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz amalga oshiriladi. Agar sizga ham shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu telefon raqamiga murojaat qilsangiz bo'ladi va albatta bizning kompaniya sizga kafolatlaydi. Ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reyslarimiz mavjud. Shuning bilan birga bizning avtobusimizda sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ya'nida 2 ta kuryer, 2 ta monitoring, konditsioner, Wi-Fi va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olib ketishingizga bo'ladi. Va joylaringizni uzoq masofadan turib ham bron qilsangiz bo'ladi. Agar sizga shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qiling. Xayr, sog' bo'ling.